Endi uzilib ketdi qarindoshlar. Biz bu yerda nima kelgandik? Xulosa kelgandik. Undasi biz xulosa deganni tepish uchun ochdik. Nima bo'lgan desanglar, bu yerda ikkisi yaqin bo'lib qolgan. Yaqin bo'lib qolganning sababi biz bu nemishki bu Azizning orqaga bo'shliq yoki diğerning oldiga bo'shliq qo'ymaganligimiz uchun ikkisi yaqin kelib qoldi. Undasa buni biz bildik. Tugdi. Masalan, xulosa Aziz diğer bo'lib bo'ldi-ku. Endi Aziz diğerini işiltip bulduk. Mesela CTR'ni işiltip bakaylı. CTR. Şuna CTR'ni işiltip bakış için biz bunu nima işlettik? Söz bilen yoki cümle bilen yaş birligiga vaqtida işletdik. Onda biz bu yerga nim deyli xulosa deyli. Xulosa. Deb bo'lgandan keyin nemishki qo'shilgan last name deb bo'lgandan keyin qo'shilgan deyli. Peki biz boşluq qo'yish uchun isim yozmay bunda qilaylik. Bu yerga CTR deb bo'lgandan keyin ek deyli. Qaranglar, mega degandan keyin xato deydi. Nimish xato deydi? Chunki biz mana yozib kelib aniqqa qo'shishdan birini yozmadik. Unda biz bu yerga xulosa deb qayta yozaylik. Xulosa. Tang nemishki qo'shilgan last name go. Last name deb bo'lgandan keyin bu yerga nima deymiz degan vaqtida qo'shilgan deymiz. Deb bo'lgandan keyin bo'shliq. Qo'shilgan CTR deb bay xatolikni tuzamiz. Shuning bilan bu yerga ek dedik, degandan keyin yopgandan keyin enter dedik. Degandan keyin mana chiqdi endi xulosa deb boqaylik. Xulosa deb enter desak, Aziz diğer 23 yosh deb chiqadi. Bu tugagandan keyin endi biz print buni ishlatib boqaylik. Print nimaga ishlatildi degan vaqtida printni ishlatish orqali tirnoqlarni ishlatmay turib tirnoqsiz natija hosil qilishda ishlatamiz. Unda biz printni ishlatish uchun printni yozdik. Print yozib bo'lib, bu yerga tirnoq ochdik. Ichib bo'lgandan keyin buning ichiga qo'sh tirnoq yoki qo'sh chekit yozdik. İçiga kirdik. Endi Ali kichik harf yozib boqaylik. Yozgandan keyin enter dedik. Ali chiqib berdi. Nima? Biz bu yerdan degan biz bu yerdan mana tirnoqsiz natija hosil qilish degan tuqqan va tirnoqchida, lekin buni bizga tirnoqsiz holatda chiqarib berdi. Ondan sonra buni chiqardik. Chiqarib bo'lgandan keyin Ali chiqarib bo'lgandan keyin endi songa ishlatib boqaylik. X dan enterni bosmoqdimi? X dan 12 deb bunda qilsak bunda bo'ldi. Print X dan 12 chiqadi. Songa mundaq bo'ldi ekan, demak. Undan so'ng biz y tang belgi deb boqaylik. Ichga kirdik. Belgi. Masalan, belgi. Boshqa tashlab qo'yaylik. Belgi deb bo'lgandan keyin bundaq bo'ldi. Biz y ning qiymatini bundaq berdik. Undan so'ng y ning qiymatini bundaq berdik. Undan so'ng print bergan deymiz. Print ochdik ichiga y. Yozgandan keyin yozsak bu yerda nima chiqdi?
bilgi deb chiqarib berdi. Ya'ni tırnaq şeklini tırnaqsız holatda chiqarib berdi. Buni ko'rdik. Endi print 23 deb bakamdik. Print 23. Tırnaqdan chekildi bir narsa. 23 degandan keyin chiqardik. 23 deb chiqarib berdi. Endi qo'shish, elish, ko'paytirish va bo'lishlarni qo'llanib boqsak bo'ldi bunaqa. Masalan, qo'llanib boqandik. Print dedik. Tırnaq ochdik. Masalan, tırnaqdan işte qo'shish qilib boqaylik. Qo'shish 5 deb baqsaq. Bu yerda enter degandan keyin ikkisini natijasini chiqarib 8 deb berdi. 8 deb berdi. Undan so'ng masalan x tang deydi. X tang Ali bo'lsin. Ali degandan keyin endi y ni yoki y ni matematika tushib ketdimi? Y ni biz nima deylik degan vaqtida y tang Mehmet bo'lsinmi? Mehmet. Nere xato bo'ldi? Meri xato bo'ldi. Biz tırnaqni ochmoqdimiz. Undan so'ng ochdik. Mehmet deyotgandan keyin enter dedik, bundoq chiqdi. Xatolik yo'q, bunda bo'lsa qip qizil bir xil turgan. Undan so'ng Mehmetni shakllantirib bo'ldik. Z deb yozib beqib, masalan, nima yozib boqaylik. Z deb ochdik. Esit deb yozib boqamdik. Istodaym esit deb. Undan so'ng yozgandan keyin bundoq chiqdi. Yozgandan keyin bu yerga bizning qilib hozir printni ishlatib turib, tırnaqsiz holatda jumla hosil qilish-ku. Undan so'ng biz tırnaqsiz holatda uni hosil qilib boqaylik. Print deb bu yerga x, y, z ni yozdik tepida. X, y, z. X, 5. Y, 5. Z. Deb bo'lgandan keyin bu yerga tırnaqni yopamiz. Yopgandan keyin enterni bossaq, x aliti, y Mehmetdi, z iste. Shulan Ahmet, Ali Mehmet Isit bo'ldi. Bo'lgandan keyin buni chiqarib bo'ldik. Chiqarib bo'lgandan keyin endi biz so'z orasiga xohlagan bir ishorat belgisini kirgizish yoki qo'sh tirnoq ichiga chekit yoki pesh sizoq degandek xohlagan ish qilib bir belgini qo'yish uchun sep, masalan sep tang daq ma'arliqqa biz qo'shish ilish degandek yoki bo'lish degandek bir narsalarni yoki boshqa bir narsalarni ismlarni bilamdi. Bu şeyga yozamiz. Undan so'ng bu yerga tirnoq yopilgan holatda bundoq keldi. Shuni biz so'z orasiga xohlagan ishorat belgisini kirgizish uchun yoki qo'sh tirnoq chekit 5 sizoqcha degandek bir belgilarni kirgizish uchun shu sep shuni ishlatamiz. Undan so'ng ishlataylik. Ishlataylik. Undan so'ng ishlataylik. Print. Print. Biz nima qilaylik degan vaqtida biz yuqorida Ali Mehmet Isit shuni yozdik-ku. Bularni orasiga bir chekit qo'yib boqaylik. Undan so'ng print. Print tirnoq ochimiz. X, Y, Z desek masalan. Bayatdan qi. X, 5, Y, 5, Z. Hiç bo'lgandan keyin bu yerga yana 5. Yozdikmi? Yozgandan keyin sep tang ochdik.